Elyorjon, men bu yerda bir narsaga e'tibor berdim mana. Redki uchraydigan raqamlar, Xuddi shunday aka. Bu endi nimasi bilan wow nomerlar. Bu nomer bir xonali nomer, nihoyatda qimmat auksionlarda sotiladigan nomer. Bu nomerda pulga bu mashinadan bir 15-20 ta bemalol sotib olasiz. Demak, bu yerda mashinaga qarab ko'pchilik wow demas ekan, uni nomerga qarab wow der ekan. Xuddi shunday. Biz ham yurtdoshimiz Ulug'bek aka Maqsudovda ham 9 nomeri bor avtomobillarda. Demak, 9 dan ham yuqoriroq status ekanda. Xuddi shunday. Ko'ryapsizki, nomer 2 ni ko'rsataman. Ikkisi ham bor ekan. Mana bu tomonimizda. Mercedes avtomobiliga taqilgan nomer 2. Marhamat. Bu juda redki bo'lsa kerak bu nomer. Xuddi shunday. Mana deysiz, qizlar omadli insonlar shu nomerni olib taqar ekan. Mana biz izlagan mashinamizni topdik. 200 kilometrdan shu Cybertruckda video qilamiz deb kelgan edik. Bu yerda sevishmas ekanmi yo qandaydir juda bitta bor ekan. Juda katta bozorida bitta Tesla bor ekan Cybertruck. Haqiqatan kosmik kemaga o'xshaydi. Marslarda yuradigan velosipedlarga o'xshatib. O'zgacha dizaynlar. Mashinamga в общем gap yo'q. Bir yildan keyin shu mashinani qo'lda chiqaraylikmi aka? Harakat qilib ko'rsak bo'ladi. O'zimiz ishlab chiqaramiz bizda endi o'zi. Seriyni emas, bitta yasasa bo'ladi. Ichki dizayni o'ta go'zal mashina.